Erimda ikkinchi xotini bor ekan. Tong saharda shuni sezib qoldim-da, Allohdan so'rab ibodatimni qilib, do'konga qarab yo'l oldim. Chiqsam do'konda hech kim yo'q, bitta o'zim ekan. Har kuni kechga qolayotgandim. Bugun bir ertalab sahar borib, hamma yo'g'imni tozalab, uborkamni qilib o'zimga qaray, xotiniga qarab ketib qolmasin, deb pulni xotiniga sarflayvermasin deb o'zimga maqsad qo'ydim degan ekanlarim. Hamma yo'g'imni tozalab, bugun uborka qilaman, sizlar bilan birgalikda albatta. Bugun qishki bambuklarimni chekkaga olib qo'yib, hiba shtampillarimga joy qilaman degan ekanlarim. Hamma yo'g'im orada qolib ketgan ekan. Nima bor, nima yo'qligini ham bilmay qolishibdi. Xo'janim yo'qligida rulonlari tagidan kerakli narsani olaman desam, og'ir bellarimizga kuch kelyapti. Shuning uchun mana ertalabda chiqdim, Allohim bir sahar turganga beradi deb, ertalabda bayda ochib oldim degan ekanlarim. Maza qilib muzikani qo'yib olib, o'yinga tushib, ashulalarni eshitib, hamma yo'g'imni uborkasini qilib oldim. Shipirib, qo'llarimni artib, Xudo xohlasa hayitga tayyorgarlik. Shu yerimdan foydalanib, bugun rulonlarni oldirib olsam, yana shoshilyapti. Qayerga ketyapsiz desam, xotinimni olib mo'ykaga deydi. Mo'ykaga borib, mashinasini yuvarmish. Shunday mashinasidan to'ydim, hattoki mendan ham ortiq ko'radi. Shu tamana xotini. Degan ekanlarim, sizlarning xo'jayinlaring ham mashinasini sizlardan ustun ko'radimi? Bizniki ko'radi ekan mana. Bilib oldim shu bahonasi. Degan ekanlarim, 15 mingta bo'lishimga ham ozgina vaqt qoldi. 15 mingta bo'lgan kunim albatta kelaverasizlar. Obunachilarimga podarkalarim bor. Menga obuna bo'lishni unutmanglar degan ekanlarim.